Koreyadan 7 yilda qaytdim. 7 yil mobaynida biror marta kelmadim. 7 yildan keyin kelganimda bo'lsa, salkam to'y bo'lib ketdi. Bir sutka uxlamadim. Samolyotda 7 soat, uygacha yana 7 soat yo'l yurib, 3 soatgina uxlab, mehmon kutishni boshladim. Adashmasam, 4 kecha kunduz mehmon kuzatdik. Men yo'g'imda yangi odamchalar paydo bo'libdi. Kichkina bolachalar maktabga chiqibdi va eng achinarlisi, katta bobo-buvilar olamdan ko'z yumibdi. Shu qatorda meni chet elda o'qishimga imkoniyat yaratib bergan, sponsorlik qilgan bo'yda ham endi bu olamda yo'q. O'tganlarni Xudo rahmat qilsin, qolganlarni salomat qilsin. Mayli, kayfiyatimizni tushirmaymiz. Mehmonlarga quyuq-suyuq ovqatlarni qilib, o'zimizni agarotimizda yetishib chiqqan bodring, pomidordan shakaroblar tayyorlab, mehmonlarga tortiq qildik. Shakarobni chiroyli bo'lganini qaranglar. O'zi hamma viloyatlarda shakarob deyiladimi? Kommentga yozib ketinglar. Buvam o'choqda osh tayyorlayapti. O'choqning oshi shirin bo'ladi, nima dedinglar? Sizlar oshni qayerda tayyorlaysizlar? Yozib ketinglar. Oshdan keyin mehmon ketayotganda sovg'a beradilar-ku deb yoshi kattalarga jenshin, yoshlarga bo'lsa koreyskiy maskalar tarqatdik. Ali bobo qayerda qoldi? Bolangizni sizdan chiqazib qo'ydingiz nimalar? Ali bobo qizlarni o'rash bilan ovora. Zoda sen shu ekan, hamma seni yaxshi ko'rib, sog'inib, quchoqlab o'f olarkan. Davomi bor.